Xo'p, gipersezuvchanlik allergik reaksiyalar o'rganayotgan har bir mutaxassis, har bir talaba duch keladigan eng muhim tushunchalardan biri. Birinchi gipersezuvchanlik nima degan so'zdan boshlab birdaniga, chunki biz bugun leksiya davomida gipersezuvchanlik reaksiyalarini, turlarini ko'rib chiqamiz. Har birini alohida mexanizm darajasida ko'rib chiqamiz. Lekin ulardan avval gipersezuvchanlik o'zi nima degan tushunchani anglab olishimiz kerak. Gipersezuvchanlik bu inson immun tizimining normada zarar berishi kerak bo'lmagan antigenlarga nisbatan javob reaksiyasi. Ya'ni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, biz normada reaksiya berishimiz kerak bo'lmagan narsaga mabodo immun sistemamiz javob reaksiya beradigan bo'lsa, bu gipersezuvchanlik deyiladi. Va asosiy ahamiyat beradigan joyi bu immun tizimi. Aynan immun tizimning mexanizmlari asosida bo'lishi kerak o'sha nenormal javob reaksiya. Agar bu yerda immun tizim ishtirok etmaydigan bo'lsa, bu boshqacha holat bo'lishi mumkin. Nima uchun o'rganishimiz kerak? Gipersezuvchanlikni bilish biz shifokorlarga qanday plyus beradi, qanday foyda beradi? Avvalo, to'g'ri tashxis qo'yish uchun. Gipersezuvchanlik reaksiyasini bilgan shifokor kasallikni shikoyatlariga qarab bemorni organizmda qanaqa mexanizmda ketayotganini va qaysi mexanizm qaysi kasallikda ketishini oldindan bilib, ya'ni to'g'ri tashxis qo'yish uchun kerak. Ikkinchi sabab to'g'ri dori tanlash. Nimaga nima o'rganishimiz kerak? Chunki gipersezuvchanlik reaksiyalari turlicha va ularning har birida o'zini tanlov preparatlari bor. Masalan, antigistaminni olaylik. Antigistamin bu gistaminni ta'siriga qarshi dori preparatlari va ular gistaminni retseptorini bloklaydi. Gistamin ishtirok etadi qachonki o'sha semiz hujayra yorilishi bilan ketadigan mexanizmdagi reaksiyalarda. Demak, mabodo biz sekin kechar tipda rivojlanadigan, masalan, kontakt allergiya dermatitda antigistamin berishimiz davolovchi ahamiyatga ega bo'lmaydi. Uchinchisi, xavfli holatlarni o'tkazib yubormaslik uchun. Mana nima uchun gipersezuvchanlik reaksiyasini bilishimiz kerak. Xavfli holatlar qachon xavfli, qachon xavfli emas. Masalan, bemorda anafilaktik shok reaksiya ketayotganini oldindan biz prognoz qila olsak, oldindan biz seza olsak, bu anafilaktik shok va shoshilinch yordam kerak, adrenalin qilish kerak yoki reanimatsiya choralariga tayyor turishimiz kerak degan biz oldindan tayyorlanamiz. Yoki bo'lmasa Steven Johnson, Layella sindromi kabi sekin kechar tipda rivojlanadigan allergik reaksiyani olaylik. Ularni ham dastlabki belgilarda aniqlaydigan bo'lsak, bilishimiz kerak, bu terini epidermisini ko'chib tushishi bilan xuddi kuygan odam qanaqa bo'lsa o'sha og'ir holatlarga qolishi bilan kuchayib ketishi mumkin bo'lgan holat. Ya'ni u sekin kechar tipda bo'lsa, anafilaktik shok bu tez kechar tipda rivojlanadi. Shu sababli ham biz gipersezuvchanlik reaksiyasimiz kerak. Keyingisi allergiya noto'g'ri, to'rtinchisi qolib ketdi, keraksiz analizadan qutulish uchun. Afsuski, bu birinchidan o'zimiz uchun va bemor tomonlama ham foydali. Agar gipersezuvchanlik reaksiyasini bilgan shifokor bemoriga ortiqcha analiz yozmaydi, keraksiz analiz yozmaydi. Chunki bilib turibdi, bu klinikaga manba analiz befoyda. Misol uchun, immunoglobulin Y ni olaylik. Allergologlar sevib yozadigan analizdan biri. Lekin afsuski faqatgina birinchi tipdagi allergik reaksiya uchun xos analiz 2, 3, 4 yangi klassifikatsiya bo'yicha agar jami 9 ta deb oladigan bo'lsak, bo'ldi, faqat bittasida, qolgan 8 tasiga immunoglobulin kerak emas. Ya'ni keraksiz analiz. Masalan, oldimizga kontakt allergiya dermatit bilan kelgan odamga immunoglobulinni ham bitta ko'rib deyishimiz uni cho'ntagiga qilgan ortiqcha zarari hisoblanadi. Undan keyingisi 5-sabab nima uchun gipersezuvchanlik o'rganishimiz kerak? Bu allergiyani noto'g'ri tashxislamaslik uchun. Allergiyami bu, psevdoallergiyami bu, umuman allergiya emas, balki virusli infeksiya sabab yuzaga kelgan toshma bo'lishi mumkin bu, yoki dermatologik muammo, boshqa ya'ni immun tizim ishtirokisiz bo'ladigan boshqa holatlarni, shularni ajratib olishimiz uchun kerak. Ya'ni hamma analiz ham, hamma allergiya turini ham umumiy yagona mexanizmi yo'q.
Keyingisi individual davolash uchun bemorni umumiy holatdan kelib chiqib, o'ziga individual davo taktikasini tanlab berish uchun. Ayniqsa bu ko'proq ikkita gipotenzivchanlik reaksiyasi bilan ketadigan mexanizmlarda juda asqotadi. Masalan, 3 bilan ham, 4 bilan ham ketadigan mexanizmlar bor. Masalan, ekzogen allergik alveolitlar. Kasallikda oldini olish uchun, ya'ni oldini olish, profilaktika. Individual davolashda yana bitta joyi qolib ketibdi. Bu masalan bemormizda immunoglobulin Y bilan bog'liq gipotenzivchanlik reaksiya kasalligi ketyapti va biz unga immunoglobulin Y ni miqdorini kamaytirish uchun o'sha o'z bosqichida amalizumab preparatini tavsiya etishimiz bu individual davo hisoblanadi. Masalan, boshqa mexanizmda ketayotgan reaksiyaga WRUSdan biz amalizumab tavsiya qilmaymiz. Mexanizmini bilsak, davolash shunga qarab individual tarzda davom etaveradi. Agar mexanizmni bilmasak, xato qilamiz. Ya'ni biz allergik reaksiyalarni, allergik kasalliklarni bemorimizni davolashni istasak, mexanizm darajasida bilishimiz kerak. Bizda oddiy boshqa soha vrachlaridan ajratib turadigan asosiy ustunligimiz ham mexanizmni bilishimiz deb o'ylayman. Birinchi, nima uchun xato qilamiz? Hamma allergiyani noto'g'ri nima deydi? Hamma narsaga allergiya deb diagnoz qo'yish. Masalan, toshma chiqdi bemorda yoki yo'tal bo'ldi yoki nafasi qisdi bo'ldi. Bu hammasi allergiya degani emas. Mexanizmni bilgan odam bu virusli infeksiyaga xos xususiyatmi, allergik mexanizm bo'lganida mana bunaqa bo'lardi, qonda mana bu narsalar oshardi degan o'ziga ishonch hosil qiladi. Misol uchun antibiotik olgandan keyin ko'pchilik hollarda virusli egzantema toshadi. Ayniqsa amoksillin bilan birgalikda, masalan, Epstein-Barr bilan birga keladigan holatlar bor. Toshma toshib ketadigan, lekin amoksillinda shu Epstein-Barr yo'q vaqtida bemor qabul qilganida hech qanday reaksiya bo'lmaydi. Yoki umuman virusga xos bo'lgan ba'zi bir o'sha bizni diagnostika qiladigan kasalliklarimiz bor. Shularni ajratib olishimiz uchun ham mexanizmni bilishimiz kerak. Agar biz dori allergiyasi bilan dori va virus ta'sirida yuzaga keladigan nojo'ya ta'sirni ajrata olmasak, bemorga bir umr amoksillinni ichmang, qabul qilmang degan ko'rsatma berishimizga to'g'ri keladi. Va bu bizning xatomiz bo'ladi. Kerakli vaqtda shu dorini qabul qila olmasligiga o'zimiz sababchi bo'lib qolamiz. Ikkinchi sabab immunoglobulin Y ga haddan tashqari tayanib yuborish. Afsuski bu o'zim ko'zim bilan ko'rib, kuzatib yurgan holatlarga nisbatan aytaman. Juda ko'p mutaxassislarimiz immunoglobulin Y ga juda ham bir tayanib qolgan. Standart bir zalotoy analiz bo'lib qolgan, istalgan allergiya bilan kelgan odamga immunoglobulin Y ni buyurish. U Steven Johnson bo'lsa ham immunoglobulin buyuradi, boshini kraskaga bo'yab kontakt allergiya dermat bo'lib qolgan bo'lsa ham immunoglobulin Y buyuriladi. Aksir yurgan burni bitib rinit bo'lganga ham immunoglobulin Y. Ya'ni haqiqatda immunoglobulin oshadigan mexanizmli bemorga ham shuni tekshiramiz. Bu ishtirok etmaydigan mexanizmdagi gipotenzivchanlik reaksiyasi bor bo'lganlarga ham immunoglobulin beraveramiz. Va bu bizning eng katta xatolarimizdan biri. Bu ham mexanizmni bilmasligimiz sabab. Uchinchisi, hamma narsaga antigistamin berish. O'ylaydi ko'pchilik, afsuski, ayniqsa oddiy aholi, allergiyami bo'ldi, zadak, diazalin, shu aptekada beradigan, bezretsep beriladigan antigistaminlar hammasi allergiyami bo'ldi, antigistamin. Agar bu yordam bermasa, demak allergiya emas degan bir avtomatik fikrlash paydo bo'lgan. Chunki allergiyaga qarshi dori berdim, ta'sir qilmadi. Menimcha bu allergiya bo'lmasa kerak degan logikasini ishlatib qo'yishadi o'sha paytda. Va bu ham bizning xatoyimiz va mexanizmni bilmasligimiz sabab. Chunki antigistamin zo'r effekt beradi qachon? Qachonki gistamin bilan bog'liq bo'lgan birinchi tipdagi allergik reaksiyada. To'rtinchi xatoyimiz nima? Og'ir dori reaksiyalarini kech aniqlab qolamiz. Masalan, Steven Johnson sindromi, toksik epidermal nekrolizni oddiy allergiya deb baholaymiz. Aksincha u kechikkan tipdagi 4-S tipda ketadigan hayotga xavfli bo'lgan o'lim ko'rsatkichlari mavjud bo'lgan og'ir dori allergiyalari hisoblanadi. Xudo xohlasa bu mavzu bo'yicha keyingi hafta Nodirbek To'rayevning o'zlari leksiya qiladilar. Tayyorlanib, juda kuchli tayyorlanyaptilar ular. O'zi bugun tayyor ekanlar. Keyingisi 5-si psevdo allergiyani tushunmaslik. Mana shu 5-sabab oxirgi yillarda eng aktual darajaga chiqdi.
avval masalan eski kitoblarimizda ham bo'lgan yangi psevdoallergiya degan tushuncha, lekin oxirgi yillarda juda ko'p ilmiy yutuqlarga erishildi bu bo'yicha. Yoki bu aspirinli astmada aspirinni o'zi dori allergiya chaqirmaydi. Bu yerda allergik reaksiya emas, bu fermentativ yetishmovchilik hisobiga bo'ladi, fermentativ disfunksiya hisobiga bo'ladi. Va bu ham masalan SOK1 bloklagani uchun aspirin lekaterin miqdori tanada oshib ketadi. Bu yerda immunoglobulin hech qanday ahamiyati bo'lmaydi. Demak, xato qiladigan joyimiz bittasi ekan. Keyingisi keraksiz analizdan buyurish, buni boya oldingi slaydda ham gaplashdik. Ya'ni hamma allergiyasi bor odamga ham allergiya panel topshirish kerak emas. Allergiya panel degani bu immunoglobulin Yga bog'liq bo'lgan reaksiyalarga kerak bo'lgan panel. Masalan, dori allergiyalari hammasi ham birinchilikda ketavermaydi. Shu sababli ham dori allergiyalarida allergiya panel qilish kerak emas. Shu sababli ham har doim ham dorilarga nisbatan allergiyani qon orqali aniqlash metodi yaxshi uchmayapti. Chunki ko'pchilik laboratoriyalarda bor, ko'pchilik klinikalarda bor bu analiz, lekin ishonchlilik darajasi past, chunki dori allergiyalari har doim ham immunoglobulin Yga bog'liq emas. Lekin biz bemorga ortiqcha analiz buyurib qo'ygan bo'lamiz agar birinchi tipda ketmayotgan allergiyasi bo'lsa. Aralash mexanizmlarni ko'rmay qolamiz. Misol uchun atopik dermatit kasalligi bitta mexanizm asosida, bitta gipersezuvchanlik reaksiyasi asosida ketmaydi. Chunki biz o'rganib olganmiz shu allergik reaksiyalarni 4 ta tipga tiqishga har doim. Lekin po faktu klinika unaqa emas. Masalan, atopik dermatitda birinchi tip ham bor, 4-chi tip ham bor, bariyer disfunksiyasi ham bor. Biz faqat birinchi tipni bo'ylab lecheniya qilishimiz samarali davoga erishmasligimizga sabab bo'ladi atopik dermatitda. Undan keyingi sababimiz, eng katta sabab 8-o'ringa qo'yib qo'ydim bu narsani, allergiya bor, yagona davo bor deb o'ylash. Ya'ni har bir mexanizm, har bir kasallik o'ziga xos individual davoni talab etadi. Endi biz asosiy mavzuyimizda markaziga keldik. Jel va Coombs. Bu ikkita olimning ismi. Jel va Coombs klassifikatsiyasi, ya'ni 1963-yilda ishlab chiqarilgan va hali o'zini aktualligini yo'qotmagan, hali klinik ahamiyatga ega bo'lgan model hisoblanadi. Buni qisqa qilib ACID deb eslab qolsak bo'ladi. ACID. Ko'pchilik talabalarimizdan savol javob qilganda adashtirib yuboradi, 2 dan 3 ta o'rnini almashtirib yuboradi. 1 bilan 2 ni topib olish oson. Birinchisi tez kechar, 4-inchisi sekin kechar deymiz, lekin 2 bilan 3 ni ko'pchilik adashtiradi. Shuning uchun eslab qolish uchun bizlar asid terapiyamiz bor, shuni oxiri T emas D bo'ladi-da, asid. A nima degani? A anafilaktik degani, birinchi tip. Ikkinchi tip sitotoksik degani, C. Uchinchi tip immun kompleks. 4-chi tip delayed, ya'ni kechikkan tipdagi allergik reaksiyalar. Buni yodlab olish oson, sxematik tavsiya qildim. Ya'ni bularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Ya'ni 63-yilda ishlab chiqilgan va hali hanuz ahamiyatini yo'qotmagan. Nima uchun? Bu klassifikatsiya 4 ta holatini bir tarixini qiziqib ko'rdim va sizlar uchun yaxshi bir informatsiyalar yig'dim. Allergik reaksiya turlari qanday qilib kashf etildi? Qanaqa qilib odamlar bunaqa 4 ta turga bo'lishimiz kerak deb xulosaga kelishdi. Birinchi boshlanish allergiya tushunchasini kirib kelishidan boshlashimiz kerak. Masalan, 1906-yilda Clemens von Pirke allergiya tushunchasini fanga kiritdi. O'sha paytda fan allergiya, notanish ta'sir, o'zgacha ta'sir degan bir termin bilan kirib keldi. Yangi bir tub burilish yasadi allergologiya tibbiyot sohasida. Fiziologiya sohasida. Lekin u vaqtda mexanizmlar noma'lum edi. Faqatgina klinik kuzatuv, empirik tibbiyot bor edi. Ichkarida nima bo'lyapti, bemor tanasida nima mexanizmlar ketyapti, ular hali noma'lum edi. Ya'ni 1906-yildagi holat bu. Endi immunologiya rivojlanish boshladi. Juda ham ko'plab tadqiqotlar, juda ham ko'plab Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan kashfiyotlar e'lon qilingan davr 1930-yildan 50-yilgacha bo'lgan 20 yillik davr. Bu davrda immunoglobulinlar kashf etildi, ya'ni qonda immunoglobulin borligi, komplementizm borligi kashf etildi, anafilaktik reaksiya mexanizmlari aniqlandi, lekin tavsif yo'q edi, ya'ni bir qolip yo'q edi, bir klassifikatsiya degan narsa yo'q edi. Hamma narsa kashf etilyapti, lekin bir tizimga solinmagan edi.
Va bu ikkinchi bosqichni tashkil etadi immunologiya rivojlanish. Uchinchi bosqich mana endi jang maydoniga bizni markaziy burilish nuqtamizni yasagan Jill va Coombs kirib keldi 1963-yilda. Ular Philip Jill va Robin Coombs Clinic Aspect of Immunology degan kitob yozadi va o'sha kitoblarida bu rasmda ham keltirib qo'yganman. Clinical Aspect of Immunology kitobini va aynan shu kitobda 63-yilda 4 ta tipga bo'lib keltirib o'tishadi. Allergik gipotizichanlik reaksiyalarini 4 ta tipga ajratishadi. Mana bu yerda rasmini ham topdim. Mana Jill va Coombs birgalikda tushgan rasmlari. Ya'ni ular immunologiyani otasi, allergologiyani bir tub burilish yasagan. Haligacha ular o'rgangan, ular e'lon qilgan klassifikatsiyasini o'qiymiz. Juda ham katta ish qilib berishgan bizga. Jill o'zi aslida immunolog bular, Philip Jill antitela reaksiyalarini o'rgangan. Coombs esa mashhur Coombs testi eritrositlarga qarshi antitelalarni o'rgangan olim hisoblanadi. Ularning maqsadi immun reaksiyalarni klinik kasalliklar bilan bog'lagan holda klassifikatsiyasini tuzish edi. Demak, bizda hozir 3 ta bosqichni ko'rib chiqdik. Birinchi allergiya tushunchasi kirib kelishini, ikkinchisi immunologiya rivojlanishini, lekin hali tizim mavjud bo'lmagan davrda va uchinchisi 4 ta tipni kashf etilishi, Jill va Coombsni. Keyingi slaydga va Coombs tavsiya etgan 4 ta tip qanaqa tiplar edi? Birinchi tip immunoglobulin Y semiz hujayra ishtirok etadigan, sekundlar, minutlar ichida paydo bo'ladigan, gistamin, lekaterin, triptaza ishtirokida rivojlanadigan birinchi tip anafilaktik tipi edi. Bu kasallikka ular qaysi kasalliklarni kiritishdi? Bu turdagi gipotizichanlik, ya'ni anafilaktik reaksiyalarni kiritishdi, allergik rinitni, atopik astmani, oziq-ovqat allergiyasini, atopik dermatitni kiritishdi. Bu usulda qo'llash mumkin bo'lgan diagnostik usullariga prik testlar, immunoglobulin Y spesifik turlari, triptaza testlari kiradi. Jill va Coombsning ikkinchi, ya'ni sitotoksik gipotizichanlik reaksiyasiga nima kiradi? Avvalo bilib olishimiz kerak, bunda endi immunoglobulin Y ishtirok etmaydi ikkinchi tipda. Ikkinchi tipda immunoglobulin J va qonda yuradigan immunoglobulin M. Shu ikkala immunoglobulinlar ishtirok etadi. Bular hujayra yuzasiga qarshi ishlab chiqariladi. Ya'ni o'zimizda hujayralarga bironta hujayrani membran devoridagi antigenga nisbatan ishlab chiqariladi. Asosiy mediatorlar, demak, komplement sistema ishtirok etadi. C3, C5 komplement zanjir reaksiyalarining shu oqsillari, makrofaglar ishtirok etadi. NK hujayralar, natural killerlar ishtirok etadi. Bular demak qonda aylanib yuradigan immun hujayralar hisoblanadi, oqsillar hisoblanadi. Patogenezi haqida qisqacha aytib ketaman. Aslida bularni yana ko'rib chiqamiz keyingi slaydlarda. Yana bir eslatib o'tmoqchiman. Demak, qanaqa bo'ladi ikkinchi tipdagi allergik reaksiya? Birinchi navbatda antitela ishlab chiqariladi hujayrani devoridagi antigenga nisbatan. Masalan, eritrositni misolni olaylik. Eritrosit devoridagi antigenga nisbatan immunoglobulin J yoki M ishlab chiqariladi va u borib o'sha birikadi. Birikkandan so'ng endi komplement sistema va qondagi makrofaglar faollashib, o'sha hujayrani nobud qiladi. Coombs testi ham aynan autoimmun o'sha eritrositlarga nisbatan gemolitik anemiya, autoimmun gemolitik anemiyada aynan Coombs testi qo'llaniladi. Demak, ikkinchi tipda immunoglobulin J yoki M ishtirok etar ekan, birinchi tipda immunoglobulin Y semiz hujayra ishtirok etar ekan. Uchinchi tip qanaqa bo'ladi? Uchinchi tipda immunoglobulin ishtirok etadi, lekin kompleks tarzda ishtirok etadi. Bu qanaqa bo'ladi? Immunoglobulin o'zi antigeni bilan birikadi organizmda va immun kompleksni hosil qiladi. Aslida immun komplekslar ham katta, o'rtacha va kichik turdagi o'lchamiga qarab turlarga bo'linadi. Undan tashqari immun komplekslar suzib yuruvchi immunokomplekslarga bo'linadi va bir joyda o'tirib turadigan immunokomplekslarga bo'linadi. Bularni ham alohida keyingi slaydlarda alohida uchinchi tipga ko'rganda yana bir bor eslatib o'tamiz. Qaysi kasalliklarni kiritishgan uchinchi tipga? Immun kompleks bilan bo'ladigan, immun komplekslar esa qon tomir devorini cho'kadigan va yallig'lanishni boshlab beradigan reaksiyalarga, demak, sistemning qizil yugurik, vaskulit, zardob kasalligi, post-streptokok glomerulonefritlarni kiritishadi. Diagnostikada bularda C3, C4 immun komplekslar kamayib ketadi. Keyingisi
to'rtinchi tip allergik reaksiya, to'rtinchi tip gipersezuvchanlik reaksiya. Bu nima degani? Birorta ham immunoglobulin ishtirok etmaydi bunda. Ya'ni biz hozir 1, 2, 3 ni ko'rdik, hammasida immunoglobulin ishtirok etyapti, lekin to'rtinchisida birorta immunoglobulin ishtirok etmaydi. Ularning o'rniga T limfositlar ishtirok etadi. Bularni biz CD4, CD8 deb kodlashtirib olganmiz, ya'ni sub T limfositlarni sub birliklari. Bular sekinroq yuzaga keladi. Bu yerda endi qaysi asosiy bu jangda 4-tipdagi jarayonda yallig'lanishda sitokinlarni interferon gamma, interleykin 2 makrofaglar ishtirok etadi. Antigen bor, lekin birorta immunoglobulin yo'q. Uni o'rniga spetsifik T hujayralar, ular esa o'zidan sitokinlar ajratib chiqaradi va hujayrani zararlaydi. Masalan, 4-tipga nima kiradi? Kontakt dermatitlar, kontakt allergik dermatitlar. Mantoux testi shu tuberkulozda qilinadigan, Stevens-Johnson, Lyell toksik epidermal nekrolizlar kiradi. Doriga nisbatan yuzaga kelgan reaksiyalar kiradi. Bunaqa turdagi allergik reaksiyalarda immunoglobulinlar emas, patch testni qo'llaymiz. Endi 4 tip bo'yicha yaxshi ketayotgandik. Ya'ni allergiya faniga 4 tipni kiritdi Jill va Combs, lekin nima jin urdiki, nima bizani bir aynitdiki, bo'lmaydi bu 4 tip degan bir xulosaga kelib qoldik. Endi muammolarni ko'ramiz. Birinchi mana 80-yildan boshlandi muammolar. 2000-yilgacha bo'lgan oralig'da. Birinchidan, ya'ni ba'zi reaksiyalarda immunoglobulinlar umuman yo'q. Immunoglobulin topilmayapti qonda. Lekin reaksiya o'xshayapti. Masalan, nosteroid yallanishga qarshi vositalar bilan bog'liq bo'lgan reaksiyalarda. Ikkinchi muammo qanaqa? 4-tipni Jill va Combs klassifikatsiyasi juda ham bir umumiy qilib tashlashgan edi. Ya'ni juda ko'p mexanizmlarni hammasini kechikkan tipni 4 ga tiqib yuborishgan edi. Masalan, Stevens-Johnson sindromi kontakt allergik dermatitlarni bir xil qilib qo'yishgandi. Lekin aslida mexanizm darajasidan bular bir-biriga o'xshamaydigan tarzda yuzaga keladi. Bu ikkinchi muammo. Uchinchi muammo, juda ham ko'p kasalliklar keyin bilsak aralash mexanizmda ketar ekan. Biz faqat bitta tipda ketadi deb o'ylab ishonib qolganmiz. Bilsak 2 bilan 3 birga kelib qolishi mumkin ekan yoki 4 bilan 3 birga kelib qolishi mumkin ekan va muammo ustiga muammo boshlanaverdi va endi bu yerga bizni davramizga Werner Pichler degan olim kirib keldi. Men sizlarga yechim beraman dedi. 2000-yildan 2015-yilgacha juda ham chuqur o'rgandi dori reaksiyalarini. Ya'ni 15 yil davomida, endi 15 yil davomida bu kengaytirish jarayoni davom etgan bo'lsa, 4-tipni yana 4 ga bo'ldi u. Bo'lmaydi, bizlar uchun bittagina 4 yetarli emas. Kasalliklar ko'p, lekin yagona mexanizm bo'lmayapti. Biz bularni bo'lishimiz kerak deb 4 ta tipni taklif etdi. Xo'p, bu qanaqa turlar? 4-tipni qanaqa turlarga bo'ldi? 4A, 4B, 4C, 4D dedi. Ya'ni birinchisi mexanizm makrofaglar aktivatsiyasi bilan yuzaga keladigan interferon gamma ishtirok etadigan T helper birinchi tip ishtirok etadigan testlarni kiritdi. Bular qaysi kasalliklarga? Ya'ni tuberkulin testini 4-ni A'siga kiritdi. Kontakt dermatitni ham 4ta A'siga kiritdi. Endi 4B qanaqa turadi? 4Bda T helper ikkinchi tipda faollashishi kerak bo'lgan immun mexanizmlar. Bular interleykin 4, interleykin 5, ya'ni bular eozinofillarning o'sish faktori hisoblanadi. Eozinofillarni jalb etadi jarayonga. Ya'ni immunoglobulin yo'q, ya'ni biz 4-chi haqida gaplashyapmiz. Bu yerda birorta immunoglobulin ishtirok etmaydi. Hammasiga T hujayralar ishtirok etadi va ularni ham 4 ga bo'lib oldik. Va endi ikkinchisini tushuntiraman. 4Bda nima? Eozinofil ishtirok etyapti. Eozinofil aktivatsiyasi faollashib ketyapti. Interleykin 4, 5 faollashyapti. Bunga nima kiradi? Ana, bizning kasalligimiz bor bitta. Astma degan kasalligimiz eozinofilli turi bor. Qonni tekshirsangiz immunoglobulin chiqmaydi, lekin eozinofillar baland bo'lib chiqadigan turi. Mana o'sha turi kiradi. 4B ga kiradi. Bundan tashqari faqat eozinofilli astma emas, Dress sindromini ham aynan 4B ga kiritgan. Chunki eozinofilli reaksiya hisoblanadi, Dress sindrom, ya'ni dori reaksiya eozinofil bilan bog'liq bo'lgan sistemli reaksiya hisoblanadi. 4C. Endi 3-chisini ko'ramiz. 4 ta turdi, 3-chisi.
CD8, ya'ni sitotoksik hujayralar deymiz bu narsani. Sitotoksik T limfositlar deymiz. Bular o'zlarini perforin, granzim degan fermentlari bor. O'sha perforin bu xuddi qurilishda ishlatiladigan perforatorga o'xshab hujayra devorini shunday teshib beradi. O'zi perforin, perforatsiya, o'sha ingliz tilidagi teshish ma'nosini bildiradi. Granzim esa o'sha teshikdan kirib hujayrani apoptoz qilib tashlaydi. Ya'ni bunga Steven Jonsonni kirityapti. 4-ni C turiga Steven Jonson toksik epidermal nekrolizni kirityapti o'sha Werner Pexler. Bunda ham aynan shu keratinosit hujayralarni apoptozi yuzaga keladi. Shu sababli ham bemorda teri ko'chib tushadi. Endi 4-chi turi, 4-chi klassifikatsiyadagi sekin-kechar reaksiyani 4-chi D turi. Bunda interleykin 8 ishtirok etadi. Neytrofil chaqiruvchi signal deyiladi. Ya'ni ular hemotaksis hisoblanadi. Interleykin 8 jarayonga, yallig'lanish jarayoniga neytrofillarni jalb etadi. Bunga qaysi kasallik kiradi? O'sha o'tkir tarqalgan, tarjima qilsam AGAP ni o'tkir tarqoq pustuli toshmali kasallikni kiritgan 4-turga. Xo'p, bu ko'rib turgan jadvalimiz endi 2000-yildan 2015-yilgacha bo'lgan yangilanish. Mana birinchi tur immunoglobulin G ga bog'liq bo'lgani, ikkinchi tur immunoglobulin G ga bog'liq bo'lgan, ya'ni sitotoksik turimiz, uchinchi tur immunoglobulin J yoki M ga bog'liq bo'lgan immun kompleks turi. Ana endi 4-turda o'zi 4 ga bo'lindi. Jami nechta bo'ldi bizda? 7 ta klassifikatsiya bo'ldi. Bu anchagina zamonaviy ekan, ortiqcha sonlar o'rin olgan klassifikatsiya edi. Tarix bilan etap-etap klassifikatsiyani olib kelyapman-da men sizlarga. Boshida 4 ta edi dedik, keyin 4 ta o'zi 4 ga bo'lingandan keyin 2 ga bo'lindi dedik. Endi yana nima sonlar bo'ldiki, yana ko'paytirishga ehtiyoj bo'ldi. Sabab shuki, sivda allergiya tushunchasi rivojlandi. Keyingi etap bu ancha tibbiyot rivojlangan sivda allergiya, ya'ni immunitetga reaksiyalar kirib keladi. Yangi tushunchalar immunoglobulin Ysiz globulin semiz hujayra aktivatsiyasi bo'ladigan holatlar allergiya tushunchasi. Asos GPR retseptori bor. Ham bir istiqbolli ixtirolardan retseptor. Semiz devorida bo'ladi. Bular sizgina ta'minlovchi ham bo'ladi. Shunaqaki bular immunoglobulin Y1 keyin aktivatsiya bo'lishi shart emas. Bular ba'zi bir endogen peptidlar, endogen oqsil parchalari, neyropeptidlar sababan, dorilar sababan yorilib ketishi mumkin. Ya'ni aktivatsiya bo'lib ketishi va natijada semiz hujayra yorilib ketishi mumkin. Aynan MR, mana hamma ko'rayotgan bo'lsa kerak, 6 psevdoallergiya tug'ma immunitetda 3-abzasda, 4-abzasda turibdi. MRGPR X2 retseptoriga bog'liq va kelajakda menimcha eng istiqbolli ixtirolardan biri bo'ladi mana shuni preparatlari. Keldik, tarixni zamonaviy yangi modeliga keldik. Va nihoyat o'zimizda asosiy nuqtasi zamonaviy modeli 2004 dan buyon, 2004 dan 2026 gacha bo'lgan davr. Aniqroq 2024 da o'sha e'lon qilingan klassifikatsiyani ko'rib chiqamiz. Yoki nima deyapti? Ya'ni Yevropa allergolog klinik immunologlar akademiyasi biz jil va kums birortani inkor qilmaymiz. Balki kengaytiramiz degan umumiy ya'ni 9 tagacha bo'lgan kengaytirilgan modelni taklif etdi. Ular qaysilar? Mana shu 2024-yilda yangilangan Yevropa allergolog klinik immunologlarning klassifikatsiyasi hisoblanadi. Gipersezuvchanlik reaksiyalarini ro'yxatga qaraydigan bo'lsak, nechta sanayapmiz? Iltimos aktivroq qatnashamiz. Agar fikringlar bo'lsa, mikrofonni bosib gapiravering malol. Qiziqroq, zerikarli bo'lmaydi shunda. Nechta klassifikatsiya ko'ryapmiz ushbu jadvalda? 2024-yilgi jadvalda. Bular hali darsliklarga kiritilmadi. 7 ta, 9 ta agar anular hisoblasa shuni.
9 ta sanadingiz, xuddi shunday. Shuni so'ramoqchi edim. Ya'ni men o'zim ko'rib turibman, nechtaligini sanab turibman. Shunchaki meni eshitayotganlar jonli eshityaptimi, faol qatnasha oladimi degan ma'noda savol beryapman. Burada demak, birinchi immunoglobulin Y ga bog'liq, ya'ni antibody mediated deb yozilgan, ko'k rangda turibdi. Chap tarafda birinchi type 1, type 2, type 3 turibdi. Bu yerda 3 ta turi, hammasi immunoglobulinlarga bog'liq bo'lgan turi. Endi undan keyingisiga o'tamiz. Cell mediated, ya'ni hujayra ishtirok etadigan allergik reaksiyalar, ya'ni gipotizujali reaksiyalar. Bularda demak immunoglobulin ishtirok etmaydi, hujayra ishtirok etar ekan. Bular qaysilar? 4A, 4B, 4C. 3 ta hujayraga bog'liq 3 ta turi kiritilyapti. Yakini klassifikatsiyasida. Nima qolib ketdi? Qaysi qolib ketdi bundan avvalgi klassifikatsiyada sanab o'tgan? 4-tipga xos bo'lgan. 4D yo'q. 4D yo'q. 4D ni olib tashlashdi yakidagilar. 4D ni aniqroq olib tashlashmadi. Qo'shilib ketdi, mana bu 1 ga kirib ketdi. 4A ga kirib ketdi o'sha narsa. Ixchamlashtirishdi. Yakida 4 ta turga o'sha 2000-yildan 2014-yilgacha bo'lgan 4-tipda 4 ta turi yangilangan 2024-yilga kelib 3 taga ixchamlashtirib yuborishdi. Keyingisi demak endi hujayra va antitana o'yindan bu 6 talik tushunarli. Bu yoqda yana 3 tasi nima? Bular mana yangiliklar. Mana bu biz uchun yangilik. Buni bilishimiz kerak. Bularni hali birortasi bir adabiyotlarga yetib borgani yo'q. Ya'ni hujayra bilan bog'liq bo'lgan, men hozir bularni har bir alohida ko'ramiz. Ya'ni 4C dan keyin, ya'ni sanaydigan bo'lsak, 5-tip kelyapti, epitelial tip. 6-tip kelyapti, metabolik tip. 7-tip kelyapti, bu demak dori bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni to'g'ridan-to'g'ri semiz hujayraga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan kimyoviy vositalar sabab yuzaga keladigan 7-tip bo'lyapti. Jami 7 ta tip, lekin 3 ni o'zi 3 ga bo'lingan. Shuni hisobiga bizda umumiy hisobda 9 ta tip yuzaga kelyapti. Demak, 2024-yilda IAKini Valensiyada bo'lgan, Ispaniyada bo'lgan kongressida bu klassifikatsiya 2 yil avval tavsiya etildi. Merik Yutil degan professor tomonidan. Ya'ni u ham o'zini ma'ruzasida shu biz yangi kashfiyotlarni, shuncha olimlar qilgan mehnatni klassifikatsiya qilmasak bo'lmaydi. Qayerga qo'yamiz? Mana bu jel va kumsi 4 tasiga tiqolmayapmiz. Yangi mexanizmlar chiqyapti. Aybga buyurmaysizlar deb shu 9 ta tipni soddalashtirib shu tarzga kelishib olishdi. Bu demak shu vaqtgacha gapirganimizda timeline vaqt liniyasi 1906-yilda Pirki allergiya tushunchasini kiritdi. 60 yildan keyin, 50 yildan oshiqroqdan keyin allergiyani 4 ta tip bo'lishi aniq bo'ldi. Undan keyin muammo paydo bo'ldi 80-yildan 2000-yilgacha, ya'ni 40 yil davomida jel va kums o'zini ta'sirini umuman yo'qotmadi, lekin muammo paydo bo'lgandan keyin 2000-yildan 2010-yilgacha bo'lgan davomida pirklar 4-tipda yana 4 taga bo'lib berdi. 2014-yilda IAKI yangi klassifikatsiyalarni tavsiya etib, oxiri mana 2020-yildan buyon 2024da 9 ta tipni bizaga tavsiya etdi. Ya'ni 7 ta tip va umumiy hisobda 9 ta reaksiya turi. Allergik reaksiyalarni har biri bilan alohida tanishib chiqishga tayyormisiz? Boshlaymiz bo'lmasa. O'zi yuqorida har bir alohida qisqa to'xtalib o'tdim. Endi biroz pauza qilib, bitta ko'rib chiqamiz. Har bir shu 9 ta reaksiya mexanizmini birma-bir ko'rib chiqamiz. Demak, bu yakini 9 ta tipi, 9 ta turi, 7 ta tip. U ko'p chalkashib ketyapman o'zim ham. Chalg'imaymiz. 7 ta tip, 9 ta mexanizm. Mediatorlar bilishimiz kerak. Bu turdagi reaksiyada kim bosh rollarda? Birinchidan immunoglobulin asosiy rollarda, busiz bo'lmaydi. Undan keyingi o'rinda demak gistamin, uni yonida lekaterin. Lekaterin ham biz ham semiz hujayra ichida bormiz deb bu ham rolda o'ynaydi. Undan keyin triptaza aynan o'sha anafilaktik shokda ko'payadi. Boshqa paytlarda biz buni ahamiyatini hisobga olmaymiz. Asosan anafilaksiyada, sistemik reaksiyada hisobga olamiz. Undan keyin kimlar? Interleykinlar.
Interleykinlar bular shunaqa molekulalarga, agar birinchi marta bu so'zni eshitayotganlar bo'lsa, eslatib o'tmoqchiman. Juda ham bir kichik molekulalar, xuddi garmon kabi ishlaydi. Bir hujayrani nima qilish kerakligini aytib turadi bular. Ya'ni hujayralarni o'zaro tili yo'q. Sen mana bu narsani ko'paytir, sen immunoglobulin Y'ni ko'paytir, bizga kerak bo'layapti degan buyruqni T hujayralar B hujayralarga ayta olmaydi og'zaki. Ular mana shu o'zini sensorni o'sha so'zlashuv molekulalarini ishlab chiqarishi kerak. Bular kimlar? Albatta interleykinlar, sitokinlar. Interleykin 4, 5, 13 asosiy rollarda. Klinikasiga keladigan bo'lsak, birinchi turdagi allergik reaksiyalar juda ham tez boshlanadi, sekundlar ichida boshlanadi. Qichishish, shish, bronxospazm simptomlari bularga xos. O'sha endi bitta to'xtalib o'tadigan bo'lsak, shu gistamin ta'sirida retseptor H1 retseptorlar faollashishi va ular qon tomir o'tkazuvchanlar oshirib borishi, silliq mushaklarda spazm paydo qilishi, sekretsiya ajralishini boshlashi va hokazo. Natijada bizning kasallik simptomlarimiz boshlanadi. O'ziga xosligi nimada? Birinchi turni boshqa turlardan nima o'ziga xosligi bor? Birinchidan, tezligi. Bu juda ham tez reaksiya. Semiz hujayralar asosiy rol o'ynashi. Misol uchun yong'oq yeb qo'ydik, bir necha daqiqadan keyin bemordan nafas qisishi boshlandi. Eng ko'p Yevropada misol uchun yer yong'oqqa allergiya, anaflaksiya darajasi ko'p uchraydi. Mexanizmi, demak, allergiya tushdi, immunoglobulin Y ishlab chiqarildi unga qarshi. Aslida buni bitta tushuntiradigan bo'lsam, juda ham ko'p vaqtimiz ketadi birinchi o'zini tushuntirishga. Chunki birinchi allergiya tushdi, uni o'sha dendrit hujayralarimiz kutib oladi, fagositoz qiladi va ularning epitop qismini HeLa tizimi orqali, agar insonda bo'ladigan bo'lsak, MNS orqali T naivniy, T nulovoy deymiz, hali nima qilishini bilmaydigan, kasbi nimaligini to'liq anglab yetmagan T helperlarga uzatadi. Ular esa shu interleykinlar ta'sirida nima ish qilishini bilib oladi. Masalan, immunoglobulin Y ishlab chiqarishni boshlaydi bu turda. Spesifik aynan dendrit hujayralar qanaqa antigenni ushlagan bo'lsa, xuddi shunga mos keladigan immunoglobulinlar ishlab chiqaradi va ular ishlab chiqarilib umumiy ko'paygandan keyin migratsiya qiladi semiz hujayralar devoriga. Semiz hujayraning devorida Fc epsilon retseptorlar bor va o'sha yerga borib birikadi, adheziya bo'ladi. Va semiz hujayralar bugundan boshlab, mana shu daqiqadan boshlab sensibilizatsiyalangan semiz hujayralarga aylanadi. Ular qachon o'sha allergen yana qayta tushadi, biz qachon aktivatsiya bo'lamiz, biz qachon yorilamiz, semiz hujayralarning yorilishiga sabab bo'lamiz deb o'tirishadi. Mabodo yana sensibilizatsiyalangan organizm o'sha allergen tushadigan bo'lsa, paq etib semiz hujayralar degranulatsiya bo'lishni boshlaydi. Ular gistamin chiqadi, boshlanishiga erta faza va kech faza va bu yerda ham ko'p gaplar bor. Qisqacha tushuntira oldim deb o'ylayman. Rinit, allergik rinit kiradi, astma, urtikariya, anaflaksiya, oziq-ovqat allergiyalari shu turga kiradi. Bu degani hammasi kiradi degani emas. Keyingi slaydlarda ko'ramiz. Shu kasallik boshqa turda ham kelishi mumkin. Bu yerda hozir tushuntirgan gaplarimni sxematik varianti tushuntirilgan. Interleykinlar, dendrit hujayralar limfo organida bo'lyapti bu yerda, ya'ni T hujayralarning differensiatsiyasi, semiz B plazmatik hujayralar ko'payyapti, immunoglobulin ko'payyapti va ular semiz hujayralarga borib birikib aktivatsiya qilyapti. Keyingi safar qayta allergiya yana tushganida semiz hujayralar yorilish bilan reaksiya beryapti. Bu yerda interleykin 13 lar ishtirok etgani uchun ezinofillar ham jarayonga jalb etiladi. Yana ham ixtisoslashtirilgan variant. Antigen tushdi, APK hujayralar, antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralar T helperlarga signal berdi. Ular B hujayralarga transformatsiya bo'ldi, aktivatsiya bo'lib, immunoglobulin ishlab chiqarish boshladi. U esa semiz hujayralarga borib, bazofillarning devoriga borib birikdi. Demak, birinchi tip gipersezuvchanlik reaksiyasi mana shundan iborat. Demak, ikkinchi tur bu sitotoksik gipersezuvchanlik reaksiyasi deyiladi, ikkinchi tur. Bosh rollarda kimlar? Bu turda kim asosiy ahamiyatga ega? Demak, immunoglobulin J, immunoglobulin M.
komplement sistema oqsillari, komplement sistemani ham qisqacha aytib ketaman shu yerda o'zida. Bu maxsus bizani tug'ma immunitetimizni tashkil etadigan 9 ta oqsildan iborat bo'lgan zanjir reaksiya bilan shu MAC membrana atakuvchi kompleks hosil qiladigan maxsus zanjirli oqsillar hisoblanadi. Bular jigarda ishlab chiqariladi. Demak, C3, C5 asosan bizga ahamiyatga ega bu turdagi gepatitchanlikda. Undan tashqari NK hujayralar, bular natural killerlar ishtirok etadi bosh rollarda. Qanaqa klinik belgilar namoyon qiladi? Birinchidan, misol uchun qon hujayralari yemiriladi. Masalan, autoimmunniy gemolitik anemiya misoliga mana shu ikkinchi turdagi sitotoksik reaksiya kiradi. Qon hujayralari yemirilishni boshlaydi. Autoimmun mexanizm natijasida o'zimizning immun hujayralarimiz o'zimizni eritrositlarimizni parchalashni boshlaydi. Nega? Chunki u eritrositni devorida begona antigen bor, begona gapten bor. Va natijada u eritrosit biz uchun o'sha begona, uni biz yo'q qilishimiz kerak. Bizning immun sistemamiz, aynan komplement sistemamiz, natural killerlarimiz ularni yo'q qiladi. Yo'q qilish uchun kim yordam beradi? Albatta immunoglobulin G yoki M yordam beradi. O'ziga xosligi demak, nishon hujayra aniq bo'ladi. Masalan, eritrositlar, autoimmun gemolitik anemiya misolida gapiryapman. Eritrositlar demak nishon, dushman va u aniq membranasida antigeni bor. Natijada unga immunoglobulin G birikadi devoriga, rasmda ko'rib turganimizdek. Va natijada immunoglobulin Y bilan bog'langan antigen, ya'ni o'sha eritrosit misolida olaylik. U tepasiga immunoglobulin J bilan M yopishib turibdi. U eritrosit endi qonda erkin yurgan boshqa immun hujayralar uchun nishonga aylanadi, targetga aylanadi. Va natijada u kelib o'sha parchalanishga mahkum bo'ladi. Natural killerlar shartta keladi, o'sha eritrositni yo'q qilib yuboradi. Parchalab tashlaydi. Natijada o'sha hujayra yo'qoladi. U hujayra o'zimizning hujayramiz edi, ming afsuski o'zimizning eritrositimiz edi. Va bu jarayon davom etavergandan keyin nima bo'ladi? Eritrositlarimiz kamayib ketaveradi. Kim ularni kamaytiryapti? O'zimizning immunoglobulin, o'zimizning immunitetimiz kamaytiryapti. Immunoglobulin M, G komplementlar hammasi natural killerlar o'zimiz hujayramizni yo'q qilib, lizis qilib tashlayapti. Qaysi kasalliklar bunga kiradi deydigan bo'lsak, dori induksiyalangan sitopeniya, autoimmunniy gemolitik anemiya, transfuziya reaksiyalari mana shunga kiradi. Shunaqa reaksiyalar bor, masalan, ba'zi antibiotiklar, ko'pgina penitsilin qatori misol uchun, instruksiyasida yozilgan nojo'ya ta'sirlarda sitopeniya chaqirishi mumkin, anemiya chaqirishi mumkin deb yozib qo'yilgan. Ya'ni penitsilin organizmga kirgandan keyin mana shu eritrositlar membranasiga birikib, eritrositlarni o'zimizning immun hujayralarimiz uchun begonaga aylantirib qo'yadi, niqoblab qo'yadi. Rasmimizda demak mana shu aytgan gaplarimni vaqtliroq o'tkazsam bo'lar ekan, og'zaki tushuntirmasdan. Mana birinchida demak gapten modda, masalan, penitsilin misolida olamiz. Dori qizil bilan belgilangan. Mana bu eritrosit hujayramiz va natijada mana uchinchisida dori qo'shilyapti eritrositga barobar dori bilan bog'langan eritrosit paydo bo'ldi. Ya'ni immunoglobulin endi unga qarshi immunoglobulin J, M ishlab chiqariladi. Natijada komplement sistema faollashib bu eritrositni MAC hosil qilib parchalab tashlaydi. Ya'ni membrana atakuvchi kompleks hosil qilib komplement sistema bu eritrositni tug'ilganiga pushaymon qiladi-da, xullas yo'q qilib yuboradi. Afsuski. Endi ikkinchi formatimiz immun kompleks varianti ham bor. Bu endi komplement sistema faollashib bo'lib ketibdi. Uchinchisi demak autoimmun mexanizm. Hech qanday dori ichmasak ham, penitsilin qabul qilmasak ham, o'zimizning eritrositlarimizga nisbatan o'zimizning immunitetimiz antitela ishlab chiqarishi mumkin. Auto antitela ishlab chiqarishi mumkin. Va bu autoimmunniy gemolitik anemiyaga misol bo'ladi. Uchinchi tip, allergik reaksiyaning uchinchi tipi. Demak, asosiy rollarda immun komplekslar, avvalam yuqorida ham aytib o'tganim bu haqda, ya'ni antigen bor, antitela bor va ikkalasi birga yopishib olgan bo'ladi, bog'langan bo'ladi. Va bu narsa, bu hosil bo'lgan kompleks immun kompleks deyiladi. Antitela bilan bog'langan antigen immun kompleks deyiladi. Bular
demak, komplement sistema neytrofillar ishtirok etadi, asosiy mediatorlar sifatida, hujayralar sifatida. Klinika qanaqa bo'ladi? 3-tipda. Vaskulit mana shu kasallikka kiradi. Isitma qilishi bilan misol uchun yuzaga kelishi mumkin. Bo'g'im bilan bog'liq bo'lgan immun kompleksda shu bo'g'imlarga cho'kib qoladigan bo'lsa, butun immun hujayralar o'sha bo'g'imga qarab ataka qilishni boshlaydi. Yoki buyrakni koptok filtratsiya joyiga ko'chib qolgan bo'lsa, o'sha joyda butun immun hujayra o'sha joyga safarbar qilinib, bechora immun kompleksni aslida yo'q qilaman deydi, lekin yon atrofdagi sog'lom to'qimalarni zararlab tashlaydi. Chunki immun kompleks turgan joy qonuniy nishonga aylanadi. Agar siyosatda qiziqayotganlar bo'lsa, hayotiy misol bilan bog'lab beraman. Masalan, biror bir davlat dushman davlatda yo'q qilish kerak bo'lgan obyekt bo'lsa, u yerga agar bomba tashlaydigan bo'lsa, o'sha obyektni, masalan, qonuniy nishon bo'lgan obyektni yonida tinch aholi domlari bo'lishi ularga ahamiyatga ega emas. Ular qonuniy nishonni portlatsa, yonidagi bechora tinch aholini ham uylari portlab ketadi. Ularda ham shu talafotlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Bu ham 3-tip ham xuddi shunday. Immun tizim o'sha immun kompleksni yo'q qilaman deb sog'lom to'qimalarni zararlab boshlaydi. Chunki immun kompleks o'sha joyga tiqilib qolgan bo'ladi-da. Mana bu rasmda qarasanglar, yaxshilab ko'ringan. AG deyilgan, bu antigen, qizil 4 ta nuqtacha o'tgan. Undan keyin demak immunoglobulin M yoki G plus bo'lyapti va ikkalasi mana immun kompleksni paydo qilyapti. Antigen, antibody. Va bu immun komplekslar endi bizni immun hujayralarimiz uchun o'ljaga aylanadi. Va bu yerda demak neytrofillar faollashdi, komplement sistema faollashdi. Natijada immun kompleks cho'kib qolgan joyga bular kelaveradi. Neytrofil keladi, komplement sistema keladi. Masalan, neytrofilni olaylik. Ichi to'lib lizosomal ferment bu neytrofilning tarkibi. U parchalaydigan proteologik ferment buni ichi to'lib. O'z nomi bilan u yallig'lanish chaqiradi uni ichidagi fermentlar, neytrofilni fermentlar. Endi tasavvur qilaylik. Immun kompleks qon tomir devoriga cho'kdi. Zardob kasalligi misolida tushuntirib beraman. Zardob kasalligi bor, bilamiz. Bu kechikkan o'sha aynan immun kompleks tipida ketadigan reaksiya. Dori, o'sha qon preparati bo'lishi mumkin va tanaga tushgandan keyin birinchi bo'lib immunoglobulin M yoki immunoglobulin G bilan bog'lanadi keyinchalik. Natijada bu antigen antitela kompleksi paydo bo'ldi. Mana G bilan bog'langan antigen antitela kompleks bo'lishi mumkin. Immunoglobulin M bilan bog'langan antitela antigen immun kompleks bo'lishi mumkin. Natijada bu kompleksga komplement sistema kelib ularni parchalashga harakat qiladi, yo'q qilishga neytrofillar keladi, bu yerda monostitlar keladi va bu hujayralar o'zidan fermentlarini, o'sha bor bisotidagi parchalovchi fermentlarni shu immun kompleks cho'kib qolgan joyga chiqarishni boshlaydi. Bu qayer bo'lishi mumkin? Misol uchun, terini derma ostida kapillar devor bo'lishi mumkin. Mana shu cho'kkan joy, immun kompleks cho'kkan joyi yoki buyrakni koptokchasi bo'lishi mumkin. Endi zardob kasalligida ko'proq o'sha terida har xil toshmalar paydo bo'ladi-yu bizda. O'sha toshma aynan immun kompleks cho'kkan joyga ta'sir qilgan immun hujayralarning fermentlarini natijasida yuzaga keladi. Va natijada terini qon tomir devor o'tkazuvchanlik oshadi, qonning ichidagi suyuq qism shaklli elementlar, eritrositlar o'tishi mumkin bu zararlangan endotelidan. Va natijada bemorda zardob kasalligiga xos bo'lgan toshmalar namoyon bo'ladi. Demak, bu 3-tip immun kompleks tipi shunaqa bo'ladi. Keyingi slaydga o'tamiz. 4 ga keldik, 4A ga keldik. Buni T1 deymiz, qisqartma qilib. TH birinchi tipda ketadi, ya'ni T helper birinchi tip bilan bog'liq bo'lgan reaksiya. Mediatorlarga keladigan bo'lsak, ishtirokchilarga keladigan bo'lsak, interferon gamma, tumor necrosis faktor, TNF alfa hamda makrofag ishtirok etadi. Klinika demak kech, o'ziga xosligi ham buniki 48-72 soatdan keyin paydo bo'ladi. Qizaradi, infiltratsiya bo'ladi. Granuloma hosil bo'lishi ham mumkin, aynan 4A turida. T helper birinchi tip bilan bog'liq bo'lgan kechikkan turda. Misol uchun bu qanaqa nimada bo'ladi? Kontakt allergik dermatitda bo'ladi. Masalan, hozir ko'pchilikda smart watchlar chiqib ketgan, remishogi kauchukdan iborat, o'sha yoki bo'lmasa
sirg'alar bor. Kimgadir bujiteriya mahsulot taqqanda qizlarda qulog'ida kontakt allergiya dermatit uzukka nisbatan berishi mumkin yoki soch bo'yoqlari misol olaylik. Bular kimyoviy vositalar o'sha natijasida terida bu ham xuddi mexanizmi boyagi immun kompleksga o'xshab ketadi. Gapten bo'ladi ular. Misol uchun titanni olaylik. Ko'pchilik kontakt allergik dermatitga sabab bo'ladigan metallar eng nomer 1 bu titan hisoblanadi. Undan keyin kobalt, rux kabilar ham chaqirish mumkin. Bu metallar oqsil emas va to'g'ridan-to'g'ri allergiyaga sabab bo'lmaydi, lekin u gapten bo'la oladi. Gapten bo'lib hujayra o'zi chala antigen degani bu gapten degani. U hujayralarga, masalan, epitel keratinosit hujayralar devoriga birikkandan keyin bo'ldi, immun tizim unga qarshi hujum qilishni boshlaydi, chunki u nikel bilan antigen gapten oqsil qo'shilib yangi molekulaga sabab bo'ladi. Immun tizim esa uni parchalashni boshlaydi, ya'ni hujum qilishni boshlaydi. Bu 4A turiga kiradi. Qaysi kasalliklar kiradi? Allergik kontakt dermatit kiradi. Gipersensitiv pnevmonit kiradi. Bu nima? Bu egzagen allergik alveolit. 4 bilan 3 tipda aralash ketadi aslida bunda. Seliakiya kasalligi kiradi. Astmani fenotiplari bor. Mana shu kechikkan turda, ketadigan turda. Undan tashqari toksik epidermal nekrolis, Steven-Johnson sindromlari, bizning og'ir kasalliklarimiz mana shu 4A turiga kiradi. 4B turi. T helper 2-tip bunda asosiy rol o'ynaydi. Kechikkan turda, demak, 2-turida T helper 2-tip. T2 deymiz buni qisqartma qilib. Kim ishtirok etadi? Interleukin 4, 5, 13 ishtirok etadi. Bu xuddi birinchi tipdagi immunoanafilaktik tipda ishtirok etadigan interleukinlar bu yerda ham ishtirok etadi. Faqat bu yerda endi immunoglobulin emas, T hujayra bilan bog'liq bo'lgan hujayralar ishtirok etadi. Demak, eozinofil ishtirok etadi. Qanaqa bo'ladi? Demak, qichishadi, eozinofiliya qonda baland bo'ladi, surunkali yallig'lanish kuzatiladi. O'ziga xosligi eozinofil ustunroq bo'ladi. Masalan, bemorda bu Dres sindromini mana shu turga kiritsak bo'ladi. Dres sindromini 4B ga kiritsak bo'ladi. Eozinofilli sistemli yallig'lanish. Astmani kiritsak bo'ladi T2 fenotipga. Ba'zi bir adabiyotlarda, maqolalarda o'qib qolamiz, T2 fenotip astma deyiladi. Aynan mana shu 4B turi haqida gap ketayotgan bo'ladi. Eozinofilli astma deganimiz mana shunga kiradi. Qonda immunoglobulin absolut normada bo'ladi. Ulardan triggerni topa olmaysiz, ya'ni bu tipdagi astmaga hech qanaqa asid o'tkazib bo'lmaydi. Demak, allergik rinit, undan tashqari allergik rinitda 4-tipi ham bor. Mana qiziq yangi informatsiya o'zim uchun ham bo'ldi. Buni qidirish davomida surunkali rinosinusit bilan keladigan allergik rinit kasalliklari bor. Aynan mana shu 4B ga kiradi. Atopik dermatit mana shu turga kiradi. Eozinofilli ezofagit dori, o'sha Dres sindrom bilan keluvchi sistemli reaksiyalar 4B turga kiradi. Demak, nima uchun eozinofil baland bo'ladi? Kim biladi? Qiziq bo'lardi, faol tarzda ishtirok etsa. Nima uchun 4B da eozinofil 5 hisobiga yashaydi? Demak, interleukin 5 bu eozinofillarning o'sish faktori, eozinofillarni ko'paytirish faktori deymiz. 4C ga keldik. EAK bo'yicha, demak, 4C turi. T helper, ya'ni T hujayralari endi birinchisi ham emas, ikkinchisi ham emas, 17-si ishtirok etadi. Bu hattoki psoriazda ham mana shu tip ishtirok etadi. O'sha psoriaz bilan yaxshi shug'ullanganlar biladi, interleukin 17 deganni blokator bor, sekikunimab degan. Skafo deydi, 3,5 million so'm aptekada. Shu psoriazda ishlatiladigan. Aynan demak 4-C turiga mana shu T3 turi deymiz. Klassifikatsiyamizda navbatdagi sonda. Bunda kim ishtirok etadi? Interleukin 8 ishtirok etadi. Interleukin 8 bu neytrofillik yallig'lanishga sabab bo'ladigan interleukin hisoblanadi. O'z navbatida demak interleukin 8 bormi? Qonda neytrofil baland bo'ladi. Belgilari qanaqa? Yiringli pustula. Neytrofil bor, yiringli pustula tez paydo bo'ladi bunda ham. O'ziga xosligi demak, misol uchun pustuloz toshmalar antibiotikdan keyin paydo bo'ladigan holatlar mana shu turga kiradi. Neytrofilli astmamiz aynan mana shu turga xos.
Atopik dermatitimizda mana shu turga xos turi bor. Atopik dermatitda aynan T helper 17-turda dominant bo'lgan turi bor. Dori reaksiyalarida mana shu turda ketadigan turlarimiz bor. Psoriaz demak yuqorida aytdim, mana shu turga kirib ketadi giperso'zchanlik. Keyingi slaydimiz 5-turga keldik. 5-tur epitelial barrier. Mana bu biz uchun yangilik bo'lgan, ko'pchilik shifokor hamkasblarimiz uchun baribir klassifikatsiya bo'yicha yangi turga kiritilgan klassifikatsiyamiz epitelial barrier. Xo'p, nima degani bu? Bizani kasalliklarimiz bor. Masalan, atopik dermatit misolida olaylik. Epitelial barrier yoki oziq-ovqat allergiyasini olaylik. Epitelial barrier birinchi o'rinda turadi. Xo'p, kim ishtirok etadi bu yerda? Kimlar ishtirok etadi? Interleukin 25, 33 epitelial hujayralar, xo'p, yana bundan tashqari bu yerda ishtirok etadi. Barrier buzilishi bilan ketadigan holatlar, agar fillagrin oqsillarini misol keltirishimiz mumkin atopik dermatitda. Klinikasi qanaqa bo'ladi? Misol uchun atopik dermatit, quruq teri, surunkali allergik yallig'lanish, qaytalanuvchi allergik yallig'lanish. O'ziga xosligi nima? Barrier buzilishi. Juda ham ko'plab ilmiy tadqiqotlarda, randomizatsiyalangan klinik tadqiqotlarda ham oziq-ovqat allergiyasi bo'lgan bola avval ichagida barrier buzilgan degan fikr birinchi o'rinda turadi. Ya'ni nima degan? Juda ham ko'p antibiotik natijasida hayotiy misol olaylik. Bola bir yilda 10 marta antibiotik oldi. Chaqaloq hali 1 yoshga to'lgani yo'q, lekin shomillarni bosib antibiotik qilishyapti. Yana antibiotik, qayta antibiotik oldi. Bechora hali o'zi ichak florasi hali yetarlicha shakllari bo'lgani yo'q. Foydali bakteriya, zararli bakteriya, umuman balans degan narsa yo'q. Natijada bu foydali bakteriyalar shunaqa xususiyat topilibdiki, o'zidan ajralib turadigan, masalan, qisqa zanjirli yog' kislotalari bor. Butyrat sintezlaydigan foydali bakteriyalar. Bular o'sha barrierga anchagina foyda beradi, barrier funksiyasini ta'minlashga. Natijada normal flora o'lib ketgandan keyin bu barrier funksiya ham jiddiy asorat ostida qoladi. Yoki bo'lmasam atopik dermatitni oladigan bo'lsak, terida barrier funksiya buzilishi bilan yuzaga keladi, qurib qolaveradi terisi. Shu fillagrin mutatsiyasi bo'lishi mumkin yoki larikrin degan oqsil ham bor ekan, fillagringa o'xshagan namlik saqlaydigan, uni ham yetishmovchilik bo'ladi atopik dermatitda. Yoki shuningdek Staphylococcus aureus degan bizning tillarang stafilokokimiz bor. Ularning ham kolonizatsiyasi mana shunga sabab bo'ladi. Epitelial barrierda funksiyasi buzilishiga olib keladi. Barrier buzildi, natijada biz himoyasiz qolib ketamiz. Ichagimiz himoyasiz qolib ketadi. Terimiz himoyasiz qolib ketadi. Allergenlar xohlagancha kirib ketaveradi. Allergen kirib ketgandan keyin sensibilizatsiya boshlanadi, sensibilizatsiya rivojlanadi. Bu esa shu allergik reaksiyalarni boshlab beradi. Qaysi kasalliklar kiradi epitelial barrierga? Misol uchun astmani kiritishyapti. Astma, ya'ni nafas yo'llari, bronxlarni, shilliq qavatini zararlanish sabab yuzaga keladigan astma turiga mana shu 5-turga kiryapti. Bu alohida turi. Masalan, kasbga oid kasalliklar bor. Doimiy shilliq qavat yoki chekuvchilar deymizmi, zaharli moddalar bilan doimiy nafas oladiganlarda paydo bo'lib qoladigan astma deymizmi? Mana shu epitelial turiga kiradi. Sinusit bor, keyin ba'zi allergik rinit bilan birga keladigan surunkali kronik rinosinusitlar. Bular ham mana shu turga kiradi. Shilliq qavatni doimiy zararlanishi tufayli yuzaga keladigan allergiya. Atopik dermatitimiz, barrier buzilishi yuqorida gaplashdik, shunga kiradi. Undan tashqari sigir suti oqsillariga allergiya ham mana shunga kiradi. Chunki ko'pchilik agar sigir suti oqsillari bilan bog'liq bemor bilan ishlayotganlar biladi. Immunoglobulin Y ni shunaqa analizimiz bor bizda, allergiya panelida ham chiqadi. Sigir sutiga nisbatan, sigir suti oqsiliga nisbatan immunoglobulin Y tekshiriladi va norma chiqadi. Ko'pchilik birdan o'ylaydi, sizni bolangizda sutga allergiya yo'q deb bir katta gapirib qo'yiladi. Lekin afsuski, mana bu 5-turiga kiradi sigir suti oqsiliga allergiya odatda katta ehtimol bilan sekin kishar tipda rivojlanadi va uni qonida immunoglobulin Y aniqlanmaydi. O'sha spetsifik sigir suti oqsiliga mos bo'lgan immunoglobulin aniqlanmaydi. Kechki reaksiya bo'ladi. Ularda ichagida ham muammo bo'ladi. Ya'ni axlat analizida yashirin qon aniqlanadi hattoki. Eozinofilli, ezofagit, seliaka kasalliklari shunga kiradi.
Keyingi slaydga o'tamiz. Demak, biz 6-turga keldik. 6-tur. Demak, bitta qoldi bundan tashqari. 6-tur yangi klassifikatsiyamiz. Bu nima? Metabolik tur hisoblanadi bu. Ya'ni nima deyapti? Metabolik turda qisqa zanjirli yog' kislotalari, mikrobiota mahsulotlari mayli mana shu metabolikka turadi. Men hozir bundan avvalgiga qo'shib yubordim. Butyrat sintezlaydigan moddalarni. Metabolik holatlar sabab yuzaga keladigan gipersezuvchanlik reaksiyasi. Undan tashqari yana qaysilar kiradi? Masalan, semiz odamlarda astma paydo bo'lib qolish holatlari mana shunga kiradi. Metabolik buzilish fonida rivojlanadigan astma. Foydali bakteriyalarni balansini buzilishi bizda allergik kasalliklar rivojlanishini oshiradi. Misol uchun, chunki bular o'zida ajratadigan juda ko'p moddalar, misol uchun aynan butyrat juda yaxshi o'rganilyapti. Shular qisqa zanjirli yog' kislotalari allergiyaga qarshi ishlaydi. Aynan foydali bakteriyalar o'zida ajratadigan metabolitlar allergiya rivojlanmasligini ta'minlab turadi. Nimani hisobiga? T regulyatorlarni ko'paygani hisobiga. Bizda T regulyator qancha ko'p bo'lsa, allergiya shuncha kam bo'ladi. T regulyatorlarni ko'paytirishga harakat qilamiz odatda. Masalan, asid terapiyada ham shu ko'payadi. Oziq-ovqat allergiyasida, misol uchun, T regulyatorlar qancha ko'p bo'lsa, oziq-ovqat allergiyasi shuncha kam uchraydi ichagida. 7-turga keldik. To'g'ridan-to'g'ri reaksiya. Yoki Yevropa allergolog klinik immunologlar akademiyasini klassifikatsiyasi, ya'ni 2024-yilda klassifikatsiyasi bo'yicha direct non-immun mexanizm asosida ketadigan, immunitet ishtirok etmaydiganini ham qaranglar kiritib qo'yishibdi, gipersezuvchanlik reaksiyasi. To'g'ridan-to'g'ri semiz hujayrani yoriltiradigan sabablar kiradi bunga. Aynan 7-tur biz uchun ahamiyatli ko'proq. Demak, semiz hujayra yoriladi birinchi turda. Nima bilan? Immunoglobulin Y bilan bog'liq tarzda yoriladi semiz hujayra. 7-turda qanaqa yoriladi? Immunoglobulin Y ishtirok etmasdan yoriladi. Asosan retseptor bor. O'sha MRGPRX2 retseptori faollashgani tufayli semiz hujayra yorilib ketaveradi. Avvalgi slaydlarda gapirdim nima uchun yorilishini, endogen peptidlar sabab. Klinikasi demak o'xshab ketadi, birinchi tipga o'xshaydi, tez boshlanadi chunki, lekin immunoglobulin yo'q qonda. Bunga nimalar sabab bo'lishi mumkin? To'g'ridan-to'g'ri immun sistema yorilishiga sabab bo'ladigan, masalan, kontrastlarni shunga kiritsak bo'ladi. Ko'pchilik rentgen kontrastlar bor, nomlari yodli bo'ladi. Ular to'g'ridan-to'g'ri direct ta'sir qiladi, semiz hujayrani shuni yorib bo'ladi. Kerak bo'lsa anafilaktik reaksiyaga o'xshash holatga olib borishi mumkin. Yoki bo'lmasam, mana shu turga to'g'ridan-to'g'ri immun mexanizm ishtirok etmasdan semiz hujayrani yoradigan turga aspirin ta'sirida yuzaga keladigan bronxospazmni ham kiritib qo'yishimiz mumkin. Demak, immunitet ishtirok etmasdan to'g'ridan-to'g'ri gipersezuvchanlik boshlanadi. Qaysi kasalliklar kiradi? Aspirinli astma kiradi. Samson triadasi, aspirinli astma, idiosinkrazik dori allergiyalar kiradi, kontrast modda sabab yuzaga kelgan o'sha reaksiyalar kiradi. Bu yerda demak yodaxanol ko'rsatilgan. Bu yerda semiz hujayrani qanday qilib yorilishiga sabab bo'lishi va vazodilatatsiyaga olib kelib, xuddi anafilaksiyagacha olib borishi mumkinligi ko'rsatilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.